UzAuto Motors barchamizning xabarimiz bor. UzAuto Motorsni tanqid qilmagan biror shaxs qolmadi nazarimizda. Lekin mana shu UzAuto Motorsni shuncha tanqidlar, shuncha ko'tarilgan masalalar, hattoki sudlar bo'lishiga qaramasdan oz bo'lsa-da o'zgarish bo'ldimi? Bu savol bilan birinchi Rasul akaga yuzlamoqchiman. Assalomu alaykum Rasul aka. Nima bo'ldi Rasul aka? Mana siz, Doniyor G'aniyev, Nodir aka va ko'p deputatlar bahs muzokaralar bo'ldi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi sudga berishdi. Natija qay darajada? Ko'rib turibsizlar-ku natijani. Ya'ni 0.10 dan 0 ga teng demoqchisiz. Yo 0.10 dan 0 ga teng emas. Umuman raqam yo'q u yerda. Yo biz endi natija deganda salbiy tomonga ketdi-yu. Umuman masalan odamlarning fikri qiziqmasligi, aynan iste'molchilar manfaati yo'lida xizmat qilmasligini va ularga har qanaqa sharoitda ham o'zini o'sha nima deydi, qo'llab-quvvatlovchilarini ortidan shu harakat qilib faqat o'zini foydasini ko'rish yo'lida xalqni o'ylamaydigan bitta shunaqa qiyofasini ko'rsatib berdi. Natija shu bo'lsa kerak. Bizlar ilgari endi ochiq ko'rinmagan bo'lsa, so'nggi vaqtlarda ochiq ko'rib bilinib olindi. Mana ya'niki nima deydi? Oldindan misol yo'lga kim bilan chiqmoqchi bo'lsang, uni oldindan bilib olganing ma'qulda, keyinchalik ko'proq kuymasliging uchun va keyinchalik unga suyanish mumkin emasligini bilib olishing uchun ham menda misol o'zim uchun bo'lgan foydali hozirgi sharoitda bu nima deydi? Ishonchli hamkor emas, xullas. Lavzda turadigan sherik emas. Bunga nima deydi? Положиться qilib bo'lmaydi deydi, xullas ishonib bo'lmaydi. Kelajakda, ya'ni mana shu Captiva 5 masalasi ham mana muammo bo'lib, ya'ni men shu mashinani mana bular taklif qilyapman, olaman deb pul tiqib qo'ysangiz ham ololmasligingiz ehtimoli doim borligini, ya'ni hech qachon ularda bir 100% kafolat hech narsaga yo'qligini ko'rsatib berdi. Ya'ni o'zi eng muhim narsa shu, o'zaro tomonlar bir-birini lavz qildimi, lavzni ushlash kerak va uni bajarish kerak va tomonlar bir-birini hurmatlashda shu narsa muhim bo'ladi. Bu tashkilotda u narsalar muhim emas, lekin nima deydi, zo'rma-zo'raki o'sha hukumatni, boshqa idoralar qo'llab-quvvatlovi bilan turibdi. Odamlarga agar tanlov imkoniyati beriladigan bo'lsa, u odamlarning fikri bilan qiziqsa, bugungi kunda uni o'sha o'rni juda ham 0 darajada ekanligini hamma bilib turibdi. Va bu hammasi vaqtincha. Endi qo'yib bersa o'zimiz bilardik degandek nimada, endi shuning uchun shaxsan misol u yerda deputatlarda yo boshqani ham nima deydi, imkoniyat kuchi yetmayotgani sababiki bular xalqqa xizmat qiladigan emas, jamoatchilikni ham eshitish qoladigan emas. Bo'ldi. Bular juda ham ana nimasi bu ketishda aniq ishonchim komilki, umri qisqa juda ham. Va juda ham